Qishloq xo'jaligi xodimlariga rag'bat va e'tirof. Soha xodimlari kuni munosabati bilan Prezidentimizning tegishli farmoniga muvofiq bir guruh fidoyilar mukofotlandi. Hududlarda o'tkazilayotgan taqdirlash marosimlaridan muxbirlarimiz xabar berishadi. Viloyat hokimligida tantanali taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir davomida qadoq qo'li va fidoyi qalbi bilan elimizning rizq nasibasini yaratayotgan mohir dehqon va fermerlar, bog'bonlar, chorvador va pillakorlar, suvchilarga yangi O'zbekiston ravnaqi va aholi farovonligi yo'lida fidokorona mehnat qilayotgan agronom va mexanizatorlar, agroklasterlarning rahbarlari va ishchi xodimlari, dehqon xo'jaligi rahbarlari, sohaning jonkuyar olimlariga samimiy minnatdorchilik bildirildi. 7-8 yil oldin oladigan bo'lsak, mana shu fermer xo'jaligimizda paxtadan 30-35 sentner, g'alladan 50-60 sentner hosildorlik olingan. Mana shu yurtboshimizning keyingi yillarda qishloq xo'jaligida olib borilayotgan islohotlar natijasida mana shu fermer xo'jaligimizda tomchilab sug'orish texnologiyalarini joriy qilgan holda paxtadan 86 sentnergacha, g'alladan esa 120 sentnergacha hosildorlik oldik. Bu albatta hammasi yurtboshimizning islohotlarining natijasi. Qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan mana shu shuhrat medali bilan taqdirlab, mana shunga munosib ko'rganlari uchun yurtboshimizga alohida rahmat. Kamtarona mehnatimizni e'tirof qilinishidan juda to'lqinlanib ketdik. Bu bizga juda katta motivatsiya beradi. Keyingi faoliyatimizda shu qishloq xo'jaligida qilayotgan ishlarimiz, har bir gektar yerdan olinadigan hosildorlikni ko'paytirishga, har bir gektardan to'g'ri keladigan ishchi o'rinlarni ko'paytirishga va tekstil mahsulotlarni, paxta mahsulotlarini chuqur qayta ishlashga e'tiborni qaratishga va'da beramiz.